Assalomu alaykum, Agrotexnikus kanali kuzatib boruvchilari. Mana bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga Akpil nomli 4 korpusli plugimizni servis xizmatini ko'rsatib berish uchun yetib keldik. Bu plugda bolt uzish muammosi bo'layotgan ekan. Fermer akamiz aytishi bo'yicha har 3 metr yurganda 3 tadan bolt uzib tashlayapti deyapti. Hozir xudo xolasa ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa servis xizmatini ko'rsatib berdik. Omochimiz juda ham yaxshi ishlayapti, normal holatda. Ligrovkalarni hammasini qilib berdik, sozlab. Yer haydashdan ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli haydayapti. Mana somon ko'mishlari, baraz tashlari hamma xudo xolasa yaxshi chiqdi. Kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumot uchun 90 800